Ko'pchilik shu kir yuvish mashinasida mana shunaqa jinsi shim, pulkasit shim shalvarlarni qanaqa to'g'ri yuvishni bilmaydi. Yokida ko'pchilik mana shu yangi olgan jinsi shalvarlarni tizzalari chiqib, ranglari o'chib ketadi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, mana shunaqa shimlarni kir mashinada qanaqa to'g'ri yuvishni o'rgatib qo'yaman. Shu ko'pchilik qiladigan xatolardan bittasi kir mashinada misol shalvarlarni, shimlarni yuvganda shunday oladi, kir mashinasi ichiga shunday sovoradi. Bu eng katta xatolardan bittasi hisoblanadi. Shim shalvarlarni solishdan oldin mana bunaqa teskari tarafini o'girib solish kerak. O'shanda kiyimlarni, shimlarni rangi o'chib ketmaydi, titilib ketmaydi, tizzalari ham chiqib ketmaydi. Ko'pchilik shim, shalvar, pulkaska shimlarini, jinsi shimlarni kir mashinada yuvganda mana shu joyda xato qilib qo'yadi. Funksiyani tanlaydi, mana gradusini baland qilib qo'yadi, 95-60 gradus qilib qo'yadi. Оборотda bo'lsa 1000-1200 qilib qo'yadi. Gradusni qaranglar, maksimum 20-30 gradus qilsanglar bo'ladi. Оборотda ham bo'lsa maksimum 400 dan oshirish kerak emas. Nimaga desanglar, 30 gradusga qo'yishinglarning sababi, mana shimlarga, shalvarlarga ko'piga rang berilgan bo'ladi. 30 gradusdan baland suvda yuvsanglar, ranglari chiqib ketadi. Оборотda bo'lsa, оборотni maksimum 400 qilishingiz kerak. 600-800 ming qilib qo'ysanglar, kiyimlarni, shalvaringlarni katta оборотda aylantirgan hisobga shalvar shiminglarni cho'zib, tizzalarini chiqarib olishi mumkin. O'zi jinsi shim shalvarlarni qaysi funksiyada yuvgan yaxshi? Pasizivniy funksiyasida yuvganingiz yaxshi. Bunda ham mana temperaturasini, anaqalarni pasaytirib qo'yasizlar, graduslarni yoki eng zo'ri o'zi agar misol klassический, klassический yoki jinsi shim yaxshi shimlaringlar bo'lsa, delikatniyda yuvishinglarni maslahat beraman. O'shanda ham оборотini 400 qo'yib, gradus mana ko'rdinglar, o'zi 20 gradusda qo'yib ol. Shu funksiyada yuvsanglar, sizlarga shim shalvar, shu klassический shiminglar anchalik xizmat qilib beradi. Agarda sizlarga videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib ketinglar. Bundan qiziqarli videolarni kuzatib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videoni hamma yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar, zero ularga foydali, manfaatli bo'lib qolsin.